Assalomu alaykum va rahmatulloh. Miftahul Arabiyyani o'qish va yozish qismi bo'yicha navbatdagi darsimiz. Demak, 6-vahda birinchi dars. Bu ixtiro mavzulari ixtiroatun g'ayyaratut tarix. Tarixni o'zgartirgan ixtirolar. منذ بداية الحياة على الأرض والبشر يحاولون التكيف مع البيئة التي يعيشون فيها بشتى السبل الممكنة. Demak, bu yerda yerdagi hayot boshlangandan buyon deyapti. Munzu degani dan beri, buyon degani biz o'zbek tilida. Xo'p, val bashar, bashar degani bu insoniyat degani, insonlar. Yuhaviluna harakat qilmoqdalar, takayyuf moslashishga, ma'al bi'ati degani atrof muhit, atrofiga. Allati ya'ishuna fiha. O'shanda o'zlari yashaydigan muhitga muhit bilan birga moslashishga harakat qilishyapti. Bishatta subulil mumkina, mumkin darajasida turli yo'llar bilan, ya'ni imkoni bor bo'lgan barcha yo'llar bilan, imkoni bor turli yo'llar bilan, shatta degan turli, demak imkoni bo'lgan turli yo'l bilan o'zlari yashaydigan muhitda yashashga, moslashishga harakat qilmoqdalar. Wal masalul mashhur yaqul, mashhur masal da aytilinadi. Yoki bo'lsa mashhur maqolda ham aytilganidek deb tarjima qilsak bo'ladi. Al hajatu ehtiyoj ummul ixtiro'i. Ixtironing onasidir. Lizalika shuning uchun ixtiro'u alafal ixtiroati. Minglab ixtirolarni ixtiro qilishdi. Likay nima uchun desa sababini keltiradi. Likay degani uchun. Likay tusbiha bo'lmog'i uchun. Nima bo'lishi desa hayatuhum sahlatan. Demak hayotlarini sog'lom deyman, oson bo'lishlari uchun. Va tarixul bashariyati mali'un bil ixtiroati. Demak bashariyatning tarixi ixtirolar bilan to'la. Kal ajalati. Ajala degani xo'p, g'ildirak, sufun degani kemalar, soat, elektr, kahroba degani elektr degani. Va busola degani bu haligindaqa kompas, nuqut pullar, val hatif telefon va boshqalar kabi. Lekin laysat likulli ixtiroati al-qiymata nafsuha. Lekin har bir ixtironing qiymati bir xil emas, ya'ni qiymati bitta emas. Fa hunaka ixtiroatun qallat qiymatuha bisababi zuhuri ixtiroatin afdala minha. Undan afzalroq bo'lgan ixtironi paydo bo'lishligi bilan uni qiymati ozaygan ixtirolar ham bor. Va aksaru tatawwura, va ko'proq rivojlangan ixtironi yaratilishi afzallik, ya'ni afzalrog'i va rivojlanganrog'ini ixtiro qilinishi bilan, o'ylab topilishi bilan uni qiymati ozayadi. Va hunaka ixtiroatun ma zalat tu'assiru fi hayatil bashari ila yawmina hadha. Lekin bugungi kunimizgacha insoniyat hayotida ta'siri yo'qolmagan, ya'ni zavol topmagan. Mazala degani mazaladan keyin keladigan fe'lni qilinmagan, ya'ni bo'lmagan degani. Demak, ta'sirini yo'qotmagan ixtirolar ham bor. ولا يستطيعون الاستغناء عنها من أهم الاختراعات وأكثرها تأثيرا في حياة البشر على مر العصور. ولا يستطيعون الاستغناء degani behojat bo'lishlikni imkoniyati yo'q. Anha, ulardan behojat bo'lishning imkoni yo'q, ya'ni bugungi kungacha hayotimizda ta'sirini zavol topmagan, ta'siri ketmagan ixtirolar bor, ulardan biz behojat bo'la olmaymiz. Va min ahamil ixtiroati, eng ahamiyatli ixtirolardandir. Va aksariha ta'siran, va anchagina ta'sirga ega fi hayatil bashari ala marril usur, asrlar o'tgani bilan
insoniyat hayotida kattagina ta'sirga ega bo'lgan ixtirolar va eng ahamiyatli ixtirolardan deb birinchisi boshlanyapti. Al-varaqu, varoq. استطاع البشر حفظ تراثهم وعلومهم بفضله. Uni sababidan insonlar ilmlarini va meroslarini saqlashga imkonli bo'ladi, saqlay oladilar. اخترع الصيني سيلون في العام 105 بعد الميلاد. في العام 105 بعد الميلاد. Demek uni miloddan 105-miloddan keyingi 105-yilda, ya'ni milodiy 105-yilda Ceylon, xitoylik Ceylon uni ixtiro qildi. Mustaxdiman nabatal bambu. Demak, bambu o'simligidan foydalangan holatda deyapti. Bil idofati li istikhdami liha'in akhshabin ash-shajari li taqwiyati hadha al-waraq. Bu varaqni kuchaytirish uchun yog'och daraxtlaridan bunga qo'shimcha ravishda shundan foydalanib, demak, ilk qog'ozni ixtiro qildi. Vastaxdama Ceylon ishlatdi al-varaq, varoqni fil murasalati. Murosala degani SMSlarda, xabarlarda va umuri tijaratil xossati bi amalihi عندما كان مسؤولا عن الخدمات العامة في الإمبراطورية الصينية في ذلك الوقت. o'sha vaqtda Xitoy imperatoridagi ommaviy xizmatlar, barcha xizmatlar uchun mas'ul bo'lgan, ommaviy xizmatlarga mas'ul bo'lib turgan o'z ishida uchun xos tijoriy, xususiy tijoriy ishlarga va xatlar bo'lgan-ku, bir-biriga xabarlarni yozishda undan foydalangan bu varoqdan Ceylon. انتقل الورق بعد ذلك إلى العرب وأوروبا من خلال رحلات التجارة. savdo ko'chishlari davomida Yevropa va Arab diyorlariga ana shundan keyin varoq ko'chib bordi, yetib bordi tijorat sababidan. الطباعة بصمجليك أبرات. كان لاختراع الطباعة أثر كبير في نشر المعرفة والعلوم المختلفة في العالم. Dunyoda turli ilmlarni va ma'rifatni tarqatishda katta muhim ta'sirga ega bo'ldi. Demak, nimani? Xo'sh, bosmachilik apparatini ixtiro qilishlik katta ta'sirga ega bo'ldi. Nimada desa, o'sha ma'rifat va turli ilmlarni tarqatishda dunyoda. Va yu'addu al-almani Johann Gutenberg صاحب الفضل في اختراع آلات الطباعة في العام 1440 بالميلاد. milodiy 1440-yilda bosma uskunani ixtiro qilishda muhim sababchisi, muhim fazl egasi bo'lmish kishi, ya'ni bu yerda sohibul fadli degani asoschisi, ya'ni shu qimmatli nimani egasi, shu fazlni egasi Gutenberg, Johann Gutenberg, demak, nemis olimi uni ixtiro qildi, ixtirochisi. استخدم غوتنبرغ demek
أنواعا خاصة من الحبر والرصاص والتصدير للطباعة، كما توصل يوحان غوتنبرغ إلى طريقة تساعد في تحويل الحبر من حالته السائلة إلى كلمات مطبوعة على الورق. خب demek bu yerda استخدم غوتنبرغ أنواعا خاصة من الحبر. Gutenberg siyohni xos turlaridan foydalandi. Rasos, qo'rg'oshinli, qostir, qalay, littibaati bosish uchun turli yo'llardan foydalanibdi. Demak, qalay, qo'rg'oshin kabi siyohni turli navlaridan foydalandi. Kama shuningdek, tavassala Yohan Gutenberg ila tariqatin bir yo'lga, bir yo'nalishga, bir yo'lga ega chiqdi. Tusaidu unga yordam berdi fi tahvilil hibri min halatihi sailati ila kalimatin matbu'atin ala al-waraq. Demak, shunday yo'l ediki, varaqqa bosilgan so'zlarga suyuq holatidagi siyohni o'zgarishligiga yordam beradigan bir yo'lga Gutenberg erishdi. Uchinchisi as-salis al-muharrik. Al-muharrik motor degani. Va huwa al-ixtira'u allazi ghayyara hayat al-bashari lil-abad. Demak, u shunday bir ixtiro bo'ldiki, butunlay inson hayotini o'zgartirib yuborgan ixtirodir. وقد بدأت أولى محاولة اختراع محرك في أواخر القرن السابع عشر. Demek 17-asrning oxirlarida motorni ixtiro qilishga harakatlar, birinchi urinishlar boshlandi. O'sha paytda boshlangandi. حيث اخترع توماس سافاري وتوماس نيكومين أول محرك بخاري ناجح. Demek Thomas Safari va Thomas Newcomen birinchi bug'da ishlaydigan motorni muvaffaqiyatli ixtiro qilishdi. Shunda demak, lekin hazal ixtiro lam yakun fa'alan. Demak, lekin bu ixtiro samarali, foydali bo'lmadi. Li'annahu chunki u ya'malu bil qurbi min manajimil fahmil faqat. Faqatgina ko'mir konlariga yaqin hududdagina, yaqindagina ishlardi, yaqin joydagina ishlardi. Va lizalik shu bois asbaha tahsinuhu amran daruriyan. Uni yaxshilash, yangilash, yana ham rivojlantirish zarur ish edi. Faqama James Watt عام 1765 بتطوير المحرك البخاري. جيمس وات bug'li motorni rivojlantirishga 1765-yilda rivojlantirishga erishdi, amalga oshirdi. Va najaha va muvaffaqiyat qozondi fi ixtiro'il muharrikil aksar tatawwuran min as-sabiq. Avvalgisidan ko'ra anchagina rivojlangan motorni ixtiro qilishga muvaffaq bo'ldi. Shunda muvaffaqiyat qozondi. Va kana li-ixtiro'i James Watt asarun azimun fi hayatil bashar. Inson hayotida ulkan ta'sir ko'rsatdi. James Wattning ixtirosi ulkan ta'sir ko'rsata olgan. حيث كان اختراعه نواة الثورة الصناعية وأساس قيام المصانع الكبرى. bitta savratun inqilob, sun'iy inqiloblarni nuvat o'zagi bo'ldi, ya'ni ixtiro. Ana shu ixtiro sun'iy inqiloblarni o'zagi bo'ldi va asosan asos bo'ldi
katta zavodlarni, katta zavodlarni qurilishida ham asos bo'ldi deyapti. 4-si al-Binsalin, pensalin. وهو الاختراع الذي أنقذ البشرية من أمراض عدة. ففي عام 1928 اكتشف العالم الاسكتلندي ألكسندر فيلمانش البنسلين، الذي أصبح بعد ذلك واحدا من أهم المضادات الحيوية المستخدمة في علاج العديد من الأمراض مثل السيل وغيره من الأمراض. 1928-yilda ko'pgina kasalliklarni insoniyatni qutqarib qolgan ixtirodir u pensilin. 1928-yil bu alohida ekan. 1928-yilda shotlandiyalik olim Alexander Fleming pensilinni ixtiro qildi. Ikktashif o'ylab topdi, ixtiro qildi. Allazi qanday pensilinni desa sifati asbaha ba'da zalik, ana shundan keyin vahid min ahammil mudodatil hayawiyatil eng ahamiyatli antibiotiklardan biri bo'lgan antibiotikni ixtiro qildi. Al-mustaxdama ishlatilinadigan fi ilajil adid min al-amrod, ko'pgina kasalliklarni davolashda ishlatiladigan antibiotik bo'lib qoldi demoqchi. Undan keyin, ixtirodan keyin albatta. Mislo masalan sel va boshqa kasalliklarga davolashda ishlatiladigan antibiotiklarni eng ahamiyatlilaridan biri bo'ldi shu ixtirosi qilingandan keyin. Al-internet oxirgisi. يرى الكثيرون أن الحاسوب أهم اختراع في القرن العشرين. 20-asrdagi ixtironi eng ahamiyatlisi kompyuter deb hisoblaydiganlar ko'p. lekin دون الإنترنت internet ستقل قيمته وفائدته بالنسبة للإنسان. inson uchun uni foydasi va qiymati tushib ketadi agar internet bo'lmaydigan bo'lsa. Fal internet, chunki internet lam yuqarrib al-bashara min ba'dihim ba'dan, faqatgina birini ikkinchisiga insonni yaqinlashtirmaydi internet, balki ja'ala bi imkani ayyi shaxsin fi'la ma yurid, shaxs biron bir kishini nimaiki xohlasa o'shanga imkon bera oladi. Wal husul ala ayyi shay'in yabhasu anhu, undan nimani istasa topa oladi, ega chiqa oladi, ya'ni topa oladi, uni hosil qila oladi. ظهر الإنترنت بشكل بدائي في العام 1969. 1969-yilda boshlang'ich shaklda, ya'ni birinchi ko'rinishdagi internet paydo bo'ldi. Chunki qomat مجموعة من علماء الحاسوب بتطوير شبكة التواصل من خلالها أجهزة الحاسوب ببعضها في وزارة الدفاع الأمريكية. o'sha vaqtda majmuatun min ulama'il hasub, kompyuter olimlaridan bir jamoasi qoma bi tatvir degani rivojlantirishni amalga oshirdi. Shabakating tarmoqni tavassul bog'lanadigan min xilaliha ajhizatil hasub, kompyuter jihozlari orqali bog'lanadigan tarmoqni rivojlantirishni amalga oshirishdi. Bi ba'diha fi wizarati difaa al-amrikiyya, Amerika mudofaa vazirligidagi bir-biri bilan bog'lanadigan kompyuter jihozlarini bog'laydigan bu tarmoqni rivojlantirishga kompyuter olimlaridan bir jamoasi buni amalga oshirgan ekan. وأطلقوا عليها اسم أربانيت. ثم قام العالم الأمريكي لورنس روبرتس بتطوير تلك الشبكة.
لتصبح فيما بعد نواة لشبكة الإنترنت. internet tarmog'iga o'zak bo'lgandan keyin internet tarmog'ini qaysini desa ARPANETni. Demak unga ARPANET deb ism qo'yishibdi. Amerikalik Lawrence matndan boshlaymiz ekan. Va atlaqu alayha va o'sha rivojlantirgan tarmog'ini ARPANET deb ism nomlashibdi. So'ngra shu ARPANETdan keyin قام العالم الأمريكي أمريكاليك عالم لورنس روبرتس بتطوير تلك الشبكة o'sha tarmoqni rivojlantirishga erishibdi ARPANET لتصبح فيما بعد نواة لشبكة الإنترنت internet tarmog'iga o'zak qilingandan keyin o'zak bo'lgandan keyin o'sha tarmoqni rivojlantirishga erishdi. ثم جاء تيم بيرنوزلي خلاص تيم بيرنوزلي عام 1991 واخترع نظام HTTP المستخدم الآن مع كل مواقع الإنترنت. Demek shu Tim Berners-mi, shu odam Berners-Lee'mi 1991-yilda internet saytlari bilan birga hozirgi kunda foydalaniladigan o'sha HTTP deb qo'yadi-yu, shu anaqasini ixtiro qildi. Shu tartibini, nizom degan tartibini shu HTTP nimasini uni yoyilgan shaklini bilmayman nimaligini, shuni ixtiro qildi xullas. 91-yilda chiqqan ekan. Va fi ami 1992 tamma tasmimu awwali mutasaffihin للإنترنت وكان هذا المتصفح من الأسباب الرئيسة لزيادة مستخدمي الإنترنت في العام إلى ملايين البشر. Demek HTTP'dan keyin 1992-yilda internetni birinchi brauzeri loyihasi tugatildi. وكان هذا المتصفح وبو براوزر من الأسباب الرئيسة أساسي sabablardan bo'lgan لزيادة مستخدمي الإنترنت internetdan foydalanuvchilarni ortishiga fil ami dunyoda ila malayinil bashar millionlab kishilarga, dunyodagi millionlab kishilar internetdan foydalanadigan kishilarning millionlab kishilarga ortishi uchun asosiy sabab bo'ldi bu brauzer deyapti. Matnni ko'rib chiqdik. Inshaalloh qayerdadir xato kamchilik etgan bo'lsa uzr so'raymiz. Va albatta saviyasi yuqorilab boryapti ushbu darsimizda qatnashayotgan hammalardan yangi chiqayotgan so'zlarni yodlab borishligilarni tavsiya qilib iltimos qilib qolamiz, toki darslaringlar bardavom bo'lishligi uchun. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.